Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi manzilimiz Pop tumani Chorkesar qishlog'i. Ikkita bir xil razmerda garaj eshigi o'rnatdik. Eniga 3 metr, balandligi 2.10. Darvozamiz qaychili holatda ochiladi. Ochilganda ichkaridagi xodga boshqa mishat qilmaydigan bo'ldi. Ochilgan holati. Chunki ichkari garaj qismi tor bo'lganligi uchun darvozani ochib qo'yib, mashinani olib kirganda, olib chiqqanda mishat qilmaydi. Chekkada ixcham turaveradi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa dastlabki ustanovkamiz O'zbekiston bo'ylab Stoychoq. Aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz.